Akalar, qarz berib turmasalar bo'lmaydi. Farg'ona shahrida 3 xonali kvartira puliga 10 xonali 508 sotix yer maydoniga ega bo'lgan mana shunaqangi chiroyli hovli chiqdi-yu, bosib yoradigan joyi lekin. Darvozaxonadan kirishingiz bilan kengina ayvon qismi qilingan. Ortimda mehmonxona va mehmonlar uchun mo'ljallangan yotoqxona o'zini alohida sanujelga ega. Hovli qismida mana shunaqangi daroshkalar orqali asosiy uyimizning ichiga kirasiz. Hovlining orqa qismiga ham o'tish yo'lagi bor va eng asosiysi yashil maydon uchun katta joy tashlangan. Birinchi qavatga kirishingiz bilan o'ng qo'limda oshxona joylashgan, chap qo'limda ikkinchi qavatga ko'tarilish zinasi va farzandlar uchun o'yingoh qilib beraman deyishgan ekan. Ortimdagi to'g'rimizda joylashgan xonamiz umumiy sanuzel va ikki yon tomonida o'lchamlari bir xil bo'lgan yotoqxonalar. Ikkinchi qavatimizga ham ko'tarildik. Chap qo'limizda mana shunaqangi keng maydon bor. Xohishingizga qarab ikkiga bo'lasiz yoki bo'lmasam televizor zona bilan dam oladigan joy qilib qo'yasiz. Ortimda yana ikkita joy bor. Bittasi katta yotoqxona, ikkinchisi sanujelga ega bo'lgan yotoqxona. Ortimda ham yana ikkita xona mavjud. Xonadon egalari ikkinchi qavatga ko'tariladigan zina qilishmoqchi bo'lgan. Siz bu yerda to'sib turib sanujel qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam shu holaticha qoldirsangiz bo'ladi. Hovlimizda orqa qismi 1 sotixga yaqin joyda egallagan. Alohida o'zining eshiklari bor. Bu yerga bitta yozgi oshxonani qilib, yaqin do'stlar, uffatlar bilan choy ichib o'tirishga nima yetsin-a? Binoyimiz seysmopoyestlari, kolonnalari mustahkam qilib qurilgan. Pishiq va xom g'ish asosan ishlatilgan. Devorlarni bo'lish uchun esa gazoblokdan foydalanishgan. Narxini egalari 75 ming deb turishgan joyda sindirib 65 ga ko'ndirib qo'ydik. Manzilimiz Farg'ona shahar, aeroport kottejlari, Otchoparda shundoqqina yonginasida mahallada joylashgan. Egalar raqam pastda opisaniyada YouTube'dagi to'liq videoni ko'rish uchun esa kommentariyaga video so'zini yozib qoldiring. Arzon narxda 3 xonali kvartira narxida katta hovli so'ragan yaqinlaringiz bormidi? Yuborib qo'yinglar bitta like bosib.